Assalomu alaykum hurmatli Tez Bozor kanalining ashaddiy muxlislari. Mana bugun men sizlarga ajoyib Gentra Cobalt Damas'larni chiqarib beraman. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Birlik qishlog'ida G'ulomjon akamizning tochkasidan sizlarga Cobalt Gentra Damas'larning narxlarini yoritib berishga harakat qilamiz. Videomizda xato kamchilik bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Videoga bitta like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Va keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Xo'p, biz hozir akamiz bilan assalomu alaykum. Aka, tushimiz. Aka, bizga shu mashinalarning narxlarini bir yoritib berasiz aka, chiroyli qilib. Narxlari-yu, probeglari, kraska nima qilinganlarini bir aytib berasiz aka. Xo'p, Cobaltimizdan boshlasak. 2025-yil. 2025-yil. Kraskalari toza. 12.000 probegda. Polik chexol, ko'vriklar tashlangan. Propan gaz balon qo'yilgan. Hop, ko'vriklar tashlangan. Ishlari salon holati o'ta ideal holatda. Ko'rishlaring mumkin. Hamma yo'g'i tayyor minishga. Minishga tayyor ekanda, bu Midland. Hop. Buni narxlari qanaqa bo'ladi aka? 12.500. 12.500 kelishtirib beriladi. Hop. Kraskalari toza aka. Kraskalari toza. Chaqachiqqa nimalari yo'q, behijolat. Behijolat kelaverasizlar. Hop, keyingi Gentraga o'tsak aka bo'lmasa. Gentramiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari toza. Kraskalari toza. 78.000 probegda. 78.000 probegda. 4 ta yumshoq baloni bor, faqat benzinda bunimiz. Ha, bu benzinda ekan. Tonirovkaga ruxsatlari bormi? Ruxsatlari bor. Ruxsatlari bor ekan. O, Tesla ko'riklarni tashlab, Tesla monitorlarni qo'yib, mashinamiz avtomat, lyuklari ishlab turibdi. Salon holati chiqol taqib olasizlar ekan, bo'ldi. Xo'p, mashina o'ta ideal holatda, yengidek, tonirovkaga ruxsatlari bor etdik. Mashinamiz optiralar qo'yilgan. Bitta metanni qo'yib minadigan joyi ekan. Mana, xo'p. Oqimizga o'tsak aka. Oqimiz ham 2022-yil. Oqimiz ham 22-yil. Kraskalari toza. Kraskalari toza. 84.000 probeg. 84.000 probeg. Polni navorotlari qilingan, 4 ta yumshoq balon taqilgan, metan gaz baloni bor. Ha, bunda metan gaz baloni bor. 100 talik aka. 100 talik. Buni narxlari, ikkovini ham daniga aytib o'tib kelsangiz. 12.800 dan ozmoz kelishtirib beramiz. Qorani 12.800 dan kelishtirib beradi. Oqimizda 12.500 dan kelishtirib beradi. 12.500 dan oqini kelishtirib beradi. Salon holatlarini ko'rsatib o'taman. Bunda ham lyuklari bor. Ishlab turibdi. Tesla monitorlari bor. Salon holati. Bunga ham bitta chiqol taqib olasizlar. Qolgani ideal polilar tashlangan. Mashinamiz avtomat akalar. Bunda tonirovkami bu aka? Yo'q, tonirovka. Kuydirlik anaqami bu? Plyonka shekli, Plyonka. Xo'p. Mana mashinamizning holati orqadan ko'rishlaring mumkin. Cobalt Gentra. Bag'da yana bitta Cobaltimiz bor, bitta Damas'imiz bor. Hozir bularni ham narxlarini yoritib beramiz. Xo'p. Aka, bu Damas'imizga o'tsak endi. Damas'imiz 2024-yil. 24. Kraskalari toza. 27.000 probegda. 27.000 probeg. Metan gaz balonlari bor. 4 ta yumshoq baloni bor. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Kalpaklar taqilgan. Ichlari salon holatini gapirgandan ko'ra ko'rsatib qo'yay. Salon holati shunday. O'ta ideal holatda turibdi. Va Malibu barlarni qo'yib taqib qo'yishibdi. Ichkarilari va shunday holatda, shubkalari bo'lgan, tom qismi bo'lgan, yonboshlari, polni so'yak qismi chiqol bo'lgan ekan, poliklari bor. Buni ham chiqoli ham bor ekan. Xo'p, mashinamiz o'ta ideal holatda. Tonirovkalar tortilgan. Ko'rishlaring mumkin. Yangidek turibdi. Xo'p, aka, buni endi narxini qancha qilib beramiz? 7.000 dan kelishtirib beramiz. 7.000 dan kelishtirib beramiz.
Xo'p. Realni oladiganlar bo'lsa kelishtirib Aha, beraman. realni oladigan bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 7000 dan yana picha yo'lida qilib berishadi. Xohlasalaring telefon qilsalaring ham bo'ladi. Xohlasalaring kelib shu adresga kelsalaring bo'ladi. Bunaqa qora Midland nimalarni ham qo'yib qo'yishibdi, nima deydi? Qoraytirilgan Laminat. laminatlarni tortib qo'yishibdi. Xo'p aka, endi Cobalt'imiz. Cobalt'imiz 2020-yil. Cobalt'imiz 2020-yil. Mhm. Probeglari 211 ming. 211 ming. To'rtta yumshoq baloni bor, To'rtta metan yumshoq gaz balon. baloni bor. Metan gaz baloni bor. Polik chexollari qilingan. Polik chexollari bor. Kraskasi, orqa krilido bor. Ha, kraskasi. Oldi Krilo shopirda lozina bor oldilar. ekan. Va bu shopir tarafda bu eshikda bor ekan. Bu eshikda, o'sha yerda kraska sepilgan ekan. Xo'p, mashinamiz mexanik aka. Mexanika. Mana salon Diskalarni holati. tayyor qilib qo'yganmiz. Himchiskalar tayyor. Sotuvda turgan mashinamiz. Ishlari o'ta ideal holatda. Mashina mexanika. Yurgani 211 ming deyishdi. To'rtta yumshoq baloni va metan gaz balonlari o'rnatilgan ekan. Aka, buni narxini qanaqa qilib beramiz? 9200 dan kelishtirib beramiz aka. 9200 dan kelishtirib berishar ekan akalarimiz. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Mashina lekin ovoradigan joyi ekan. 9200 dan yana o'tib berishadi. Siz bizning kanalimizga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, bitta laykni bosib qo'ying. Va kommentariyada yozib ketinglar, kimga qaysi yildagi mashinalardan chiqaraylik. Biz albatta o'sha sizlar kommentariyalardan bitta o'qib, keyingi videolarda chiqarishga harakat qilamiz. Ko'proq eski mashina kerakmi yo Gentra'lardan ko'proq chiqaraylikmi yo Cobalt'lardan ko'proq chiqaraylikmi? O'shani yozsalaring, albatta harakat qilamiz. Bozorga ham chiqamiz, xudo xolasa. Ko'proq hozir shunaqa tochkalardan nimalar tushyapti. Tochkalarimizni shunaqa qilib yoritib beramiz. Xo'p, ikkita Gentra, ikkita Cobalt, bitta Damas sotuvda ekan akalar, kelaverasizlar. Manzilni yana bir bor qaytarib o'taman. Farg'ona viloyati Rishton tumani Birlik qishlog'ida G'ulomjon akamizning tochkasidamiz. Liboy ko'chadan o'tib turgan odamdan Birlik qishlog'iga kelib G'ulomjon akaning tochkasini so'rasalaring, o'zi ko'rsatib yuborishadi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta laykni bosib qo'ying. Keyingi videolarimizni kuzatib boring. Vaqtingizni olganimiz uchun uzr so'rab qolamiz.